Salom Samarqand. Bugun Samarqanddagi qircha mol bozorini obzor qilib ko'rsataman. Hozir bir aylandim, lekin narxlar visokovoltni, qimmat. Ayniqsa mayda mollar juda qimmat. Endi bunga sabab o'zimcha o'ylayman, bu yomg'ir gazini beryapti-yu. Yomg'ir zo'r bo'lyapti. Shu uchun narxlar juda ham baland. Hozir bitta katta ho'kizni 30 million, 35 millionga so'yasiz-ku, 20 millionga maydachasini olib kirasiz-da. Unga 30 million bo'lguncha, 40 million bo'lguncha qancha yem yediradi-da odam? Qancha yemlar qimmat. Mollar, mayda mollar narxi juda ham baland. Mana bu katta mollar narxlari salgina pastroq. Katta mollardan. Atak mayda mollarga вообще yaqinlashib bo'lmaydi. Yana ko'pchilikdan aytayapti-ki, hozir nasiga garantiya bermayman deyapti. Oqsil kasali bo'lgan ekan. Ba'zilari men bozordan olib ketadi deyapti, shuning uchun garantiyasi yo'q deydi. Oqsil bo'lsa-ga, oqsilga garantiyasi yo'q deyapti bir ikkitasi. Tanishlarim. Narxlarni ko'rdim, aylandim, narxlar anchagina baland, visokovoltni. Endi bilmadim nimaga narxlar buncha darajada baland, lekin xaridor juda ham kam. Xaridor juda ham kam. Videoni ko'ringlar, yoqsa like, podдержка, gazni bosamiz. Bitta azorcha zo'r bo'ladi. Ketdik. Otni oldiga anchagina odam ko'p juda ham. Otni savdosi zo'r bo'lyapti hozir. Mana mollarga buncha odamlar qiziqish qolmadi o'sha. Katta ho'kizlarga ham. Nima deganda narxi juda ham baland. Narxlar juda ham baland. Otlarga mana hozir sezonda ko'pkarining vaqti. Odam juda ham ko'p oldida. 15 million otlar. Savdo bo'lyapti bu. Mana bunisi 50 kami bor ekan. Bozorda eng zo'r ot shu. 50 kami bor. 35 million bunisi. Bozorda eng yoqqan ho'kiz mental mana bu. Mana shuni o'zi so'radim. 69 ming. 69 ming живой вес ekan. Mana shu hozir taroziga chiqadi. 69 mingdan ketdi kilosiga. Mana. Bozorda eng zo'r yoqqan ho'kizchani ana shu bo'ldi, kattasi. Обязательно kommentariyaga yozib ketinglar, narxlar arzonmi, qimmatmi narxlar bilan ko'rsatib ketaman. Mana bu yerda 3 ta qozoqniki ekan. Zo'r ho'kizchalar ekan mana bu yerda ham. 23 million kami bor ekan. 26 kami bor ekan.